Hurmatli obunachilar, yodingizda bo'lsa, Xankali og'amiz haqida bir video qo'ydik. Xullas, og'amiz Xankadonlar Kunipsga, Nexia oq Nexia yurdi ekanlar. Bizda kameralarimiz bor. Kameradan o'zlarini ko'rsatsak ham bo'ladi, lekin shu videoni ko'rib ko'pchilik o'ylabdi, Xankali og'amiz bizdan aytmalarimizni, boshlovchilarimizni aytmay olib ketdilar, o'g'irlab ketdilar deb o'ylabdi, lekin aslida unchaki bo'lmadi. 2 dona mijozimizni tovar bir joyda turib almashtirib biza leshni beribmiz. Keyin videomiz ko'rgandan keyin og'amiz 2-3 kundan keyin svязочкаlardan shuni bo'pti deb hali o'zlari bilmagan ekanlar bizning videomizni. Navoz og'amiz o'zlari keldilar. Assalomu alaykum. Kim olmoqqa kelgan ekanlar hozir. Men aytdim, "Ag'a, keling bir video olamiz. Xankallar bir xotirjam qilaylik, boshqa odamlarni xotirjam qilaylik" degan maqsadda og'amizni ko'rsatib o'tyapmiz. Lekin shu vaqtda sirazi joyida halatib oldik og'am bilan. Ag'a, asa rozi bo'lasiz, bizlardan sal anglashmovchilik bo'lib qoldi. Xudo xolasa, hurmatli obunachilar, sizlar ham arzon kiyimlar kerak bo'ladi bo'lsa, bizlarga kelaverasiz. Agarda malyarkalik xizmatlaringiz bo'ladigan bo'lsa, Kamolbek aka murojaat qilasiz, chatga deb vilaysiz, xudo xolasa remont qilib beradilar. Ag'a, asa, yana bir marta Salom, rahmat, ishlaringiz omad. Vallahi rahmat. Salomat qolasizlar.